Joriy yilda fuqarolik jamiyati institutlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning yangi tizimi joriy etiladi. Bu haqda Oliy Majlis huzuridagi fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondining parlament komissiyasi yig'ilishida aytib o'tildi. Ta'kidlanishicha, yangi tizimga ko'ra parlament komissiyasi a'zolari va jamoat fondi vakillaridan iborat ishchi guruhining hududlarga borib, aholi bilan muloqot qilgan holda ularning ehtiyojlarini, ijtimoiy soha va mahallalar tizimlaridagi muammolarni o'rganishi rejalashtirilgan. O'rganilgan muammolarning yechimlari yuzasidan tavsiyalar ishlab chiqishi, tahlillar natijasiga ko'ra har bir hududga mo'ljallangan muammolarning yechimiga qaratilgan tanlovlarni e'lon qilish belgilangan. Tanlovlarning ochiqligi va jarayonlarning tezkorligini ta'minlash maqsadida esa davlat ijtimoiy buyurtmasi va grantlarini ajratish bilan bog'liq barcha jarayonlar fondning yagona elektron platformasida amalga oshiriladi. Ushbu platforma orqali nomzod tashkilotning loyihani topshirishi, parlament komissiyasi tomonidan ko'rib chiqish va baholash jarayonlarini kuzatib borish, muhokamalarda esa bevosita ishtirok etish imkoniyati ham mavjud. Yig'ilishda fondning 2024-yildagi faoliyati va 2025-yildagi rejalari bo'yicha ham ma'lumot berildi. 2024-yilda jamoat fondi tomonidan 8 dan ortiq fuqarolik jamiyati institutlarining loyihalari davlat granti, davlat ijtimoiy buyurtmasi hamda subsidiya shaklida qo'llab-quvvatlandi. Hamda fuqarolik jamiyati institutlarining moddiy texnik bazasini shakllantirish uchun 7 milliardga yaqin mablag' sarflandi. Shundan kelib chiqib 2025-yilda jamoat fondimiz tomonidan mahalla infratuzilmasini yaxshilashga 9 milliard so'mdan ortiq mablag', bandlik, sog'liqni saqlash, ta'lim yo'nalishlarida demak 1000 ga yaqin ijtimoiy loyihalarni moliyalashtirish rejalashtirilmoqda. Yig'ilish yakunida parlament komissiyasi tomonidan O'zbekiston 2030 strategiyasi 2021-2025 yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi, atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili davlat dasturida ko'zda tutilgan vazifalarni amalga oshirish loyihalarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan 2025 yil uchun qator dasturlar qabul qilindi. Shuningdek, fuqarolik jamiyati institutlarining atrof muhitni muhofaza qilish, aholi sog'lig'ini saqlash, bandligini ta'minlash, ta'lim va boshqa sohalardagi muhim tashabbus va loyihalar bo'yicha ham tegishli dasturlar ma'qullandi.